Hammaga salom do'stlar. Bu videorolikda men sizlarga yangi saytni ko'rsatib bermoqchiman. Mana Litecoin sayti. Bu saytda ham pul ishlasa bo'ladi. Litecoin kriptovalyutasida ishlasa bo'ladi. Har soatda bu saytda ham bonus beradi. Referral yig'ib, ya'ni kazinoda o'ynab pul topishingiz mumkin. O'ynab pul topishingiz mumkin. Faqat bonusni olib, ana shu bonus hisobiga o'yin o'ynab siz pulingizni ancha ko'paytirishingiz mumkin. Endi saytdan ro'yxatga o'tish uchun mana sign up, login kirish. Saytda ro'yxatga o'tish uchun men video tagida silka qoldiraman va shunga o'xshash saytlarning hammasiga men video tagida silka qoldiraman. Ro'yxatga o'tishingiz mumkin shu silkalar orqali. Agar sizda bu saytlarda ishlagan pulingizni chiqarishga hamyon bo'lmasa, Payer hamyon silkasini ham qoldiraman. Payer hamyon ochishingiz kerak bo'ladi. Payer hamyon ochib, ana shu Payer hamyonga pulimizni chiqarsak bo'ladi. Demak, saytga kirib olamiz. Mana do'stlar, saytga kirib oldik. Endi bu yerda pul topish uchun mana главный sayfida turibdi, Dice. Mana shu o'yinda o'ynab pul topishingiz mumkin. Boshqa o'yinlarni ham poprovod qilib ko'rishingiz mumkin, lekin asosan mana shu Dice o'yinda o'ynaladi. Shu o'yinda har xil taktikalar mavjud, har xil yutish imkoniyatlariga ega taktikalar mavjud. Ko'pchilik qanday yutishni, qaysi raqamlarda o'ynashni, masalan, qanday stavka qilishni hammasini ko'rsatib bergan videolar juda ko'p. Shunda o'yin o'ynab yaxshigina daromad olishingiz mumkin. Bu yerda shunchaki bosib ketaversangiz ham pulingiz ko'payishi mumkin, lekin yutqazishingiz ham mumkin. Shuning uchun riskovat qilib bo'lmaydi ko'p. Agar siz o'ynashni bilmasangiz, yaxshisi oldin taktikalarni o'rganib, keyin o'yin o'ynab pul topishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda endi har soatda bonus olish uchun mana free spins degan joyi bor. Bu yerda siz mana shu yerga galchka qo'yib, har 1 soatda bonus olishingiz mumkin. Bu yerda 50 daqiqadan keyin deyapti. Hozirgina bonus oldim, 10 daqiqa oldin, shuning uchun 50 daqiqadan keyin bonus olsa bo'ladi. Endi bu yerda mana pul chiqarish uchun mana wallet degan joy bor, kashilok. Shu yerdan mana deposit, bu depozitda turibdi birinchi o'rinda. Depozitda agar pul kiritmoqchi bo'lsangiz, depozitga qo'yasiz. Mana shu adresni kopiya qilib, Payer hamyondan siz mana shu saytga pul to'ldirib, kattaroq stavkada o'yin o'ynashingiz mumkin. Withdraw degan joyi pul chiqarish, Litecoin, Payer hamyondan Litecoin adresini olib, yoki bir boshqa birjada agar hamyoningiz bo'lsa, shu Litecoin adresini olib, Litecoin adresingizni kiritasiz. Bu yerda summani kiritasiz, qancha pul ishlagan bo'lsangiz, balansni kiritasiz. Withdraw degan joyini bossangiz, pulingiz chiqadi, ya'ni saytga o'tadi. Minimal pul o'tkazish esa 0.01 Litecoin ekan. Shunchaga yetganda siz pulingizni chiqarib olsangiz bo'ladi. Do'stlar, video shundan iborat edi. Agar video sizga foydasi tekkan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling. Agar birorta savol bo'lsa, video tagida kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Hammaga omad, xayr, sog' bo'linglar.